sizlar bilan piramida haqida, to'g'rirog'i mashinstvo haqida gaplashamiz. Bizning ishimizga, faoliyatimizga haligacha ishonmay qollar bor ekan. Piramida degani yo'q narsani ko'rsatib sizlardan pul olishadi. Masalan, moshina olib beramiz, pul to'laysiz, 3 oydan keyin keladi yoki 6 oydan keladi. Yoki uy olib beramiz. 100 minglik uyni sizga 50 mingga taklif qilishadi-da, bu uyimiz 6 oyda bitadi deyshadi. Bizda esa aksincha. Siz yo'q pulingizga moshina olasiz, yo'q pulingizga uy olasiz va sizda kuyish ehtimoli hech qachon bo'lmaydi. Chunki siz mabodo imkoniyat qilalmasdan uyni, bizdan olgan uyingizni yoki bizdan olgan mashinangizni to'lovini qilalmasangiz, faqatgina oyma-oy qilgan to'lovingizga kuyishingiz mumkin. Bu ham mashinani yaxshi minmasangiz. Agar kimda-kim bizda ishlarimizga shubha qilishayotgan bo'lsa, bizning manzillarimiz, lokatsiyalarimiz aniq, bemalol kelib, biz bilan yuzma-yuz gaplashib, agar qanaqadir joyda shubha bo'ladigan bo'lsa, biz bilan yuzma-yuz o'tirib, ayblarimizni bo'ynimizga qo'yishlaring mumkin.